munosabatida eng xatarli qarshi tarafning yerim jinini elib yutadigan bir turli kishilar bor. Buni qanday odamligini bilamsiz? Ta'tir. Biz burun so'zlagan NPD, ya'ni Silenxing Ringgojang. Endi bu shu xalqarada ko'pincha psixologlar tarafidan saqaymaydi deb qaralayotgan bir xil psixikalik kasaldan bu. Buni ham saqaydi deganlar borkan, lekin ko'pincha psixologlar ham bu asosiydan saqaymaydi deb qaraqliq. Ham butun jamiyatda 6% odam NPD ekandan. 6%? Shunga biz endi shu atrofimizdagi odamlar yoki bizning jo'rimiz zodi NPDmi yo'qmi? Shuni qanday bilamiz? Shuni hukm qilish o'lchimiz zodi nima? Biz bilamsiz yo'qmi? Yo'q, bilmayman. NPD'ninki qarang, yadroliq hukm qilish o'lchimi, buningki mundaq haqiqiy his tashkil qilish qobiliyati yo'q. Buni haqiqatda iç ağrımaydı. Meyli qarşı taraf özünün ayoli olsun yoki balası olsun hattoki. Bu qarşı tarafga iç ağrış, manning bichara beqo'lligini ko'ra olishi uning mumkin emas. Bu degan bir psixikalik kasal bu. Bu Silenxing Ringgojang degan faqat o'ziga havas qiladigan, o'zini dunyoning markazi deb qaraydigan bir odamdan bu. Bu atrofimdagi odamlar mening xizmatimni qilib olganga xo'sh bo'lish kerak. Voy. Men deganlik, yo'q bo'lmaydi ekan u. Menga bir piyol choy quyib olganga, men rahmat demayman, sen rahmat deyishing kerak. Mendek go'zal, mendek kelishgan, mendek qomatli odamga deb o'ziga qattiq mahliya bo'lgan shundaq bir turkum kishilardan bu. Minnatdorlik tuyg'usi qat'iy yo'q. Endi turmushda bunday kishilarga shu farqlantirishning eng oddiy usul nima desangiz? Mushularningki apple so'rash qobiliyati bormi yo'qmi shuni qaraysiz. Bunday odamlarning ko'pincha haqdan apple so'rash qobiliyati bo'lmaydi. Lekin erlarning xapaman degani bak ozg'u. Undan asosini ayirsak erlarning tulisi NPD'ga chiqib qolarmi? Yo'q. O apple so'rash deganlik qarang, xapaman deb oz bo'lsa-mu, ichidan ashni o'zi sizga yuz kelmaydigan his qilib qayt qilmasimi bo'laverdi. Masalan, og'izdan chiqarib xapamadimmi? Harakatni o'zgartib yo gap so'zni o'zgartiribmi? Ma NPD deganlik bu men bir ishni xato qilishim mumkin emas. Cho'qim seni xato deb o'ylaydi bu. Bu haqdan hargiz apple so'rayolmaydi. Endi o'zgartmaydi. Ishchidan ayda o'ylaydi. Meni xato qilishim mumkin emas deb o'ylaydi. Endi u qarshi tarafdan apple qilmaydigan gap bu. Chunki sen mendek bir odamning xizmatini joylab qolmading, sen o'limga mahkum debchi? Podshoh. O'zini shundoq martabalik chaqlaydi. Bu qarshi tarafdan apple qilmaydi. Ham qarshi tarafdan qat'iy apple so'rayolmaydi. Lekin bir diqqat qilib qo'yish tegishli bir nuqta shukanki, ba'zi NPD'lar bor. Qarshi tarafdan putig esilib yig'lab hadidan ziyod o'zini chuvab apple so'rab ketadigan. Bu NPD'ning ichidagi xatarli NPD. Tushundingizmi? Bu nima bunday qildi desangiz, chunki bu sizdan ayrilib kelishdan, o'zining xizmatini qilgan xizmatkordan ayrilib kelishdan qo'rqib, qo'rquni sababdan sizni ketib kelishingizdan qo'rqqanlik sababdan sizdan chuvilib apple so'raydi. Taktik ishlatyapti-da u. Taktikimiz qo'rqib, ketib qolmasin deb qo'rqib jiddiylashibchi. Sizning putingizga eslayib, yig'lab, o'zini qachatlab, men hargiz unday qilmayman deb zada zarilniyat pichoqini o'ziga urma deb, bundoq o'lib olaman deb, shundoq apple so'rab ketadi sizdan. Siz shuning bilan agar ongsiz odam bo'lsangiz, bu bak adam bo'lib ketibdi deb yanada qolasiz, yanada qolgandan keyin bu sizni ziyonkashlik qilishga boshlaydi sizga. Nima ishqa bilamsiz? Chunki bu o'ziga qattiq mahliya, o'zini qattiq yuqori chaqlaydigan bir odam sizning oldingizda o'ronni sundirib qo'ydi bu. Tushundingizmi? O'ronni sundirib qo'ygan ekan, bu endi men o'zimning tushgan o'zimni to'liqlab olmasam men yashayolmayman deb sizni o'zi qanday qiynalib, tizilib, zahar ichib apple so'rgan bo'lsa, sizni shunday qilg'izadi bu. Tushundingizmi? Mana bu NPD'niki Maraz NPD. O'shing Shuxantik NPD, yomon aylanishdi. Bu sizni ketib kelishini qo'rqidi. O'zi beqo'llach apple so'rab ketadi. Siz qaytib kelgandan keyin ham o'zi g'urur sungandek his qilib. Chunki bu degan o'zi qattiq, o'ziga mahliyat emasmi? Shunga sizning g'ururingizni necha qatlab sundirish orqali o'zining g'ururini asli keltirib olmoqchi bo'ldi. Lekin siz ketim desangiz yana shu Yana eslab uyilib olaman deb o'zini qachatlab apple so'raydi. Kelgandan keyin lekin ajab yana o'zim tushib ketdi. Ana mashallah mendek bir odamning xizmatini qilmay nima ish qilib bu turkumdagi mendaq o'shing Shuxantik NPD'lar. NPD'ninkimi maraziniki marazi.
Bu o'zini azoblab, o'zini azoblagan chidamay, sizni azoblash orqali o'ziga tasalli berdi. O'zining zihnini bizni to'ldirdi ekan. Ketimi desangiz, yana o'zini azoblaydi, kelsangiz yana sizni azoblaydi. Bu mushundaq shu bu dunyodagi eng mushkulat, eng maraz, eng qiyin mushkulat kunini sizga selib etadi. Yani qon sho'rg'ishdek shu bir tomchi qinimiz qog'icha sho'rayman deydi ekanda. Shunga NPDni hamda shu jamiyat nim deb nom bersangiz, qon sho'rg'uchi alvasti deb nom olgan bular. Lekin hamda bularning o'zima bir ziyonkashlik kuchirg'uchi. Lekin biz hamda bularni tushunimiz deb o'zimizning jinini sep bermaymiz-da. To'g'ri. Yani nurg'un odamlarni mush NPDlar xoni vayron qilib yetadi-chu. Bular birse yolg'iz yashamaydi. Chuqur boshqalar bilan birga yashash kerak. Chuqur boshqalarning qiynini ichib yashash kerak bu. Lekin boshqalar ketmay desa, sen menga osiylik qilding deb uni xon vayron qilib yetadigan gap. Bu ya haqdan Apple surganmaydi, ya haq Apple sursa Apple qilmaydi. Buninglar ya yaxshi o'tkil olmaydi. Mushundaq shangsha. Bo'ladigan bir maraz. Shunga NPD deganlik lekin har qanday odam zada shu mushdan tanglab turadigan bo'lib ketadi. Shunga hamda NPDlarni, jamiyatga NPDlarni yaxshi farqlantirib olishning eng yadrolik usuli nima desangiz, buni Apple surimiga bektas. Haqdan Apple qilmag'imi bektas. Hattoki bu qiynalib Apple surganda, siz buni Apple qilmasangiz, qaytib soladi o'taga. Sen taxmin Apple qilmatamsa, sen kimdan meni Apple qilmaydigan deb manda cho'lib ketadi. Demak, buning Apple surishdagi maqsadi hargiz ichidan men xato qo'ydim deb emas. Mendek mushundaq bir oliyjanob odam gadinni egdi, sen taxmin Apple suray desam, bu surma deb men yo'lamay taxmin manda turib deb manda cho'lib ketadi. Shunga hamda agar sizlar NPD odam chiqib kelib qolsanglar, o'zgartirmaydi demay, eng yaxshisi Karl Jon degandek, diqqatimizni, hayotimizni o'zimizning ustiga qaytarib kelib, o'zimiz xotirjam yaxshi yashashni o'rganishimiz kerak. Balkim nurg'un ishlarga 3 odam ketishi mumkin, lekin baxtli bo'lishga faqat bir odamning o'zi yetadi.